Uchtaloq qo'ydingmi, chilasang qo'y. To'ra endi uchtalog'ingda, tamom. Olmayman deb qaytarib oladigan bo'lsangchi, xotining boshqa erkakni lazzatini tatib ko'rsin. U erkak ham xotinini bir tatib ko'rsin. Keyin senga xohlasa berib yuborsa, keyin sen tataverasan. Ana shu darajada pastkash bo'lsang olaver. Ana bu yerda bular nima qilyapti hozir? Allohni aldamoqchi bo'lyapti. Ana uni shu joyini o'zida nikohlab, shu joyinizda talog'ini berib, bunga nikohlab yuboryapti. Uni qarang. Bitta majlisda o'zida 2 martalab ayol nikohlab yuboryapti. Xo'p aytaylik, ana uni iddasi tugagan ekan. Ikkinchi erkak nikohlandi deylik. Ikkinchi erkakdan endi u taloq qo'yib nikoh. Ikkinchi erkakdan keyin ham buni idda kutish kerak. Va axir. Qaydan bu qo'yib yuborsa darrov bunga nikohlayapti. Kim daldamoqchi bo'lyapti bular? Bunaqa teatrni uyushtirib. Ikkala yerdan ham idda kutmayapti u xotin. Mutlaqo mumkin emas. O'tmaydi umuman. O'zlari aldab hayot kechirib yuraveradi. Allohni alda olmaydi hech qachon. Alloh faqat arqonni uzun tashab qo'yadi. Joyida jazosini bermaydi.